Bugungi zakazimiz Toshkentga o'rnatildi. 2 etaj divan tayyorlab berdik. Xullas, neoklassik uslubda, zamonaviy bunaqa dizaynda hali hech qayerda ko'rmagansiz. Biza qo'l mehnati roverchilar bilan birgalikda hamkorlikda chiroyli qilib mana shunaqangi takrorlanmas 2 etaj divan tayyorladik. Xudo xolasa juda ham chiroyli joylashdi. Bu tepa qismlari ham reshitkalari отдельный derazachalari bilan. Xo'sh, bu tomoniga zina tomonini отдельный tortmali, bu tomonni barli qilib ochilib yopiladigan qilganmiz. Eng tag qismi tortmali bo'lgan tandem mexanizmi ishlatilgan. Mexanizmlar ham uzoq yillar zo'r xizmat qilib beradi. Tepa qismlariga bemalol 100 kilogacha bo'lgan odamlar bemalol ko'taradi. Ichida bemalol katta bo'lgandan keyin ham yotib foydalanishda mumkin bo'ladi. Xo'sh, eniga keladigan bo'lsak, eniga 85, uzunligi 2 metr bo'ladi akalar. Tepa qismida o'tirganlarni ham tom qismlari tip qolmaydi. Mana bu joyda отдельный mo'richalar tashib ketganmiz. Xullas, videoni ko'rishni davom etinglar, effektiv videolarni qo'yib boramiz. Bu tomoniga parta tayyorlab berganmiz. Bir kishilik parta bo'ladi. Bu tomoni oddiy krashni, bu fasad qismidan hamma joyi krashni bo'ldi akalar. Bu 2 etaj divanimiz ham krashni fasonda bo'ldi. Xudo xolasa juda katta mehnat ketdi. Sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Kimgadir mana shu xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab ishlarni chiroyli qilib beraveramiz.